2006-yilda o'sha paytda Arsenal bu bosqichga qaytishi uchun ancha vaqt kerak bo'ladigandek tuyulgandi. Lekin bu safar siz tezroq qaytsangiz kerak. Siz ham shunday fikrdamisiz? Bilmadim. Biz ancha yillardan beri bir xil kelayotgan bosqichni yakunlashimiz kerak. Daraja har mavsumda o'smoqda. Musobaqani ajoyib tarzda o'tkazdik. Biz bu musobaqada birorta ham o'yinda mag'lubiyatga uchramadik. Haqiqat shundaki, qachonki bizda vaziyatlar paydo bo'lganida Masqueraga berilgan penalti va Madueke'ga berilmagan penalti. CBS'dan James, salom Mikel. Hozir qanchalik ko'p og'riq his qilayotganingizni aytdingiz, lekin bu mag'rurlik bilan aralashib ketmadimi? Chunki siz ancha yaqin kelgandingiz. Penaltilar seriyasidan oldin siz taslim bo'lmaydigandek ko'rinayotgandingiz. Albatta, men futbolchilarga va xodimlarga aytganlarim shuki, ularga qancha rahmat aytsam ham kam va bu biz Premier Ligani yutganimiz uchun yoki Kubok finalida o'ynaganimiz uchun emas, Chempionlar Ligasidagi ajoyib o'yinlarimiz uchun emas. Bu biz har kuni birga yashagan lahzalar va quvonch uchun. Bu boshqa hamma narsadan ustundir. BBCdan Alex, salom Mikel. Penalti tepganlar haqida so'rasam bo'ladimi? Afsuski Gabriel penaltilarni hisobga olmaganda ajoyib o'yin ko'rsatdi. Bilaman, siz ham doimiy penalti tepuvchilaringizni tashlashingiz kerak edi. Xo'sh, o'zi u qanday qilib 5-raqamga aylandi? U qo'lini ko'tardimi yoki bu qanday sodir bo'ldi? U 5-bo'lishni xohladi. Shubhasiz, biz bu lahzaga tayyorgarlik ko'rgandik. Shug'ullangandik. Odatda penalti tepuvchilar Bukayo, Martin, albatta Kay bo'lardi. Agarda biz extra time'larga va penaltilarga o'tsak, penalti tepuvchilar mashg'ulotlarda penalti tepishda sifatga ega bo'lgan futbolchilar bo'lishini bilardik. U hech birini o'tkazib yubormaydi, lekin ayni shu lahzada qilish kerak edi. Bizda ulardagi kabi aniqlik va samaradorlik yo'qligidan afsusdamiz. Shuning uchun biz yuta olmadik. Ha, menimcha natija yaxshi bo'lmasa-da siz ancha yaxshi o'yin ko'rsatdingiz. O'yin oxirigacha PSG bilan kurashdingiz. Ha, ancha qiyin o'yin bo'ldi. Albatta, oldinga chiqib olish juda yaxshi boshlanish edi. Keyin biz o'yinni nazorat qildik. Ular to'pni ko'p ushlab turishsa-da imkoniyatlar yaratishlariga qo'ymadik. Menimcha biz yaxshi o'ynadik. Keyin esa penalti o'yinni biroz o'zgartirdi va shundan keyin o'yin qiyinlashdi. Shunday qilib oxirida mag'lub bo'lish ancha qiyin. Deklan, bu og'riqni so'z bilan ifodalab bera olasanmi? Finalda penaltidan yutqazish juda alamli, unutilmas mavsum. 63-o'yinni o'tkazdik. Butun borimizni berdik. Birga g'alaba qozongandek mag'lubiyatni ham birga qabul qilamiz. Jamoadoshlarim bilan faxrlanaman. Biz albatta qaytamiz. Tepa olmagan yigitlar bilan birgamiz. Ularni yaxshi ko'ramiz va yolg'izlatib qo'ymaymiz. Ularsiz Premier Ligani yuta olmasdik. Bu o'tgan yilgidan yaxshiroqmi? Albatta yaxshiroq, albatta o'zgacha. Men yordamchi menejerim bilan gaplashdim. Aytdim, sizningcha biz yana g'alaba qozonamiz deb o'ylaysizmi? Menimcha siz barcha kuchingizni sarflab, o'yinchilaringiz va jamoangizga qo'lingizdan kelganicha eng yaxshi energiyani berishga harakat qilsangiz, natija muhim emas. O'ylaymanki, sovringa har ikkala jamoa loyiq edi. Lekin butun mavsumga qarasangiz, biz birozgina oldindamiz. Biz Yevropadagi ancha qiyin jamoalarga qarshi o'ynadik va biz bu sovringa loyiq edik. Tabriklayman, sizdan bir savol so'ramoqchi edim. Yana bir bor tabriklayman. Arsenalga qarshi o'ynash qanchalik qiyin bo'ldi? Kechirasiz, chunki men Duayni Sakani ortiga qo'yishga harakat qilayotganingizni ko'rdim. Ya'ni yukni ko'paytirishga harakat qilish uchun. Nimani nazarda tutayotganimni bilaman. Bu qiyin, lekin Arsenal sizni juda ko'p o'zgartirishlar qilishingizga majbur qildi. Ularni mag'lub etish qanday bo'ldi? Arsenal kabi jamoaga qarshi Mikel Artetaga qarshi o'ynaganingizda ular eng yaxshi tarzda himoyalanishga harakat qilishdi. Chunki ular birinchi harakatda gol urishdi. Keyin bu bizga ancha qiyin bo'lishi aniq edi. Chunki ular chuqur himoyalanishdi. Keyin biz qanotlardan hujum qilishga harakat qildik, ammo bu juda qiyin edi. Ikkinchi bo'limda barchasi yaxshilandi. Penaltidan so'ng barchasi balanslashdi. O'ylaymanki, biz bu o'yinda g'alabaga loyiq edik. Mister, siz kelganingizda Kylian ketganidan so'ng nimalar sodir bo'lganini aytmoqchi emasman. Lekin siz biz yaxshiroq bo'lamiz dedingiz. Biz jamoa bo'lamiz. Biz jamoa bo'lib yutamiz. Faqatgina aytmadingiz, balki qayta qildingiz. Bilaman, odamlar ko'pincha ishonch bilan takabburlikni chalkashtirishadi. Sizda jamoangiz qayerda bo'lishi kerakligini bilasiz. Shuning uchun aytishim kerakki, siz fransuz futboli uchun qilayotgan ishlaringiz ajoyib. Taxminan 90-yillardan beri biz Yevropada bu kabi ishonch bilan o'ynayotgan jamoani ko'rmaganmiz. Lekin aytishim kerakki, bu oddiy fikr.
Siz shunchaki yuqori sifatli, individual texnik sifatga ega futbolchilarni olib ketishingiz va biz yaxshiroq deb o'ylagan tarzda o'ynashga harakat qilishingiz kerak. Men uchun eng muhimi muxlislarni tinglaganimda, hatto boshqa jamoa muxlislari ham jamoamiz o'yinlaridan zavqlanganlarini eshitish. Ketma-ket uchinchisimi? Umid qilaman. Vitinha, tabriklayman. Ketma-ket ikkinchi marta Yevropa chempionlari. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Ha, gapirish qiyin, chunki nima deyishni ham bilmayman. Orzular amalga oshishi, ikkinchi marta bu jamoada o'ynash yoqimli. Ular ajoyib. Yana bir bor ulardan allaqachon minnatdorman. Yana bir bor ularga rahmat aytaman. Xodimlar, murabbiy, prezident, sport direktori va barchaga. Penaltilarda bo'lganimizdan uncha xursand emasman, chunki ancha qiyin bo'ldi, lekin juda ham xursandman. Ketma-ket ikkinchi marta bu kubokni ko'tarish qanday his ekan? Ajoyib, his-tuyg'ularni ta'riflab bera olmayman. Men bu jamoani bir qismi ekanligimdan faxrlanaman. Biz ajoyib ish qildik. Biz ancha qiyin mavsumni o'tkazdik va barchaga nimalar qila olishimizni ko'rsatdik. Bugun biz ketma-ket chempionlarmiz. Shu sababli biz faxrlanamiz.